Men Eminca ustam, hammalar tanıysizlar. 30 yıllık Polopez ustam bo'laman. Men bugün tayyor taomlar supsiga taklif bilan keldim. Tayyor taomlar supsiga elib kelgan tamog'im bo'lsa, alayda go'sht polo. Amsa idishni boshlab ketdik. Polo ketgan materiallar go'sht, piyoz, sebze, guruch, tanishgan may, aningdekin xotindan chiqqan uzum, to'g'rashni boshlab ketdik. Go'shtni endi shu 200 gram parchalab mana bu shalikka kelsak bo'ldi. Piyozni mana bunda holatda to'g'rab tayyor qilib olamiz. Sebzini shunday yupizarek yog'oqlab mana bunda usharoq to'g'rab tayyor qilib olamiz. Qizil sebzni bundan yupizlab to'g'rab tayyor qilib olib, aningdek usharoq to'g'raymiz. Hazır hamda bu tayyorlikni qilib bo'ldi. Hamda go'shtimizni biz bir tangla qilib elib olamiz. Qozonga suv quyib, hamda go'shtimizni selib olamiz. Mana go'sht qaynadi. Mana pakiz kupukini elib o'tamiz. Go'shtni qaynatib kupukni bo'lgandan keyin qo'shib tuz solamiz buni. Tuzni solib bo'lgandan keyin mana azroq piyoz solamiz. Qo'llarimizning go'shtini mana shunda qaynatib biz kupukni pakiz suzib, shunda holatga kelib anandan keyin qo'llandiramiz. Mana bu may tayyor tamning mayi, o'zim tanishgan Kazan koyup mana may kızıp oldu, piyoz saldık. Sözünü saldık. Sözünü koyup boğan diken mana go'shtni hazır. Hammaga tekshirib mana saldık. Mana lekin bana go'shtni sho'ribini qo'yamiz. Mana suvni bek juq qo'yib etmaymiz bunga. Tuvoqni yaptık. Yarım saat qaynaydi. Guruchimizga mana hazır suvni qo'yib, yuyib anaqdekin tayyorlikni bilan qilib olib, chiqatim yuyib bo'lgandan keyin guruchni anaqdekin suvchilab qo'yamiz. Mana biz hozir tayyor qilgan poloninki suvlari pishib tayyor bo'ldi. Ta'mli yaxshi chiqdi. Hozir biz bunga tuz tangishmoqchi. Mana tuzni qancha solamiz desanglar, bir qo'shiq solamiz tuzni. Tuzni selib tayyor qilib oldik. Ya'ni bir 10 minut qaynab ketsa, anaqdekin bunga guruch solamiz. Mana biz hozir qo'llarimizniki suvni elib olib, suvni sal jiqroq olamiz buniki. Tayyor qilib olgan guruchimizni solamiz mana. Guruchni tekshib yetib olamiz. Tuvoqni yepib 15 minut qo'zib olamiz. Dumlab bo'lgandan keyin mana hozir suvni beramiz. Tekshib berib, hamma suvni qo'yib etdik. Suvni qo'yib bo'lgandan keyin o'zimni tekshib solamiz. Tuvoqni yepib, o'tni normal tanishab 10 minut dumlab olamiz. Pololarimiz pishdi mana, o'xshab ketgan polo pishdi. Mana o'xshagan go'sht polimiz bitib chiqdi. Pololarning sarxili, dasturxonlarning yarishqi, tamoqlarning sarxili. O'ginib oldinglarmi? Bizga agishni unutib qolmanglar. Kelar tomog'imiz buningdan sarxil.